Assalomu alaykum Drabelka uz va Chus Master obunachilari. Endi hozir mana dalalarimizda poyalarimiz pishib, silos sezon boshlandi. Ko'p yurtdoshlarimiz silosni qay holatda ko'mish kerak va yamalari necha bo'lish kerak degan savollar berishdi va o'shanga aniqroq ma'lumot olgani akamiz yonlariga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsiz? O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi mavzu tanlabsiz. Ko'pchilik chiritib qo'ydi-da. O'zim hozir selusim ko'p chirmadi, lekin chiridi. Men ham 2-3 ta xato qilganman. Nafaqat men, ko'pchilik xato qilib selusini 50%, 40% chiritib yuborgan insonlar borda. O'shaning uchun keling, obunachilaringiz hozir shu selusiyamda qanday xato qilganman-ku, selusiyamni qanday qilish kerak. Shu to'g'risida chiroyli ma'lumot berib o'tamiz. Sizlar videoga erinmasdan bitta like bosib tursizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib ma'lumot beramiz. Manfaatli video qilib berishga harakat qilamiz. qilamiz. Bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa aka, mana shu selusiyamamiz. Ko'pchilik biladi, o'zimni kanalimga ham qo'yib kelganman. Xo'p. Mana aka, so'z isboti bilan bo'lsin, selusim mana chirigan selusda mana shu. Bu chiriganlarimi aka? Aka, mana shu buni yana mashincha chiridi. Buni boshqa yoqqa olib tashlamayman. Ashlar chirigan, qurib qolgan hozir mana. Chiriganida mana shu aka, endi u oldi endi bu narsaga. Arzimagan qilingan xatolik uchun shu selus. Nima sababdan bo'ladi aka bu narsa? Xo'p, buni birinchi sabablardan biri yaxshi bosmaslikdan kelib chiqadi. Men yaxshi bosganman-ku. Bu havo kirgandanmi? Havo kirsa chirib ketadi. Yaxshi bosilmagan. Traktorda yo 10 tonnadan yuqori texnikada bosish kerak selus. Press holatda bo'lishi kerak. Press holatda bo'lishi kerak mana. Selus qarangda. Barvaqt kirmaydi mana. Qattiq bo'lganda. Xo'p, meniki press bosilgan, meni ikkinchi xatoyim, birinchi xatoyim deylik, buni 50 qilib qo'yganman, 3,5 metrda. Men hozir 3 ta nov olsam, bitta yana olam, 6 ta molim bor xolos-da. 6 ta molim uchun 2 metr qilishim kerak selus yamani endi. Kichikroq. Chunki 7 ta man yarmini olsam, monini, kechqurun yarmini olsam, o'shanda bir kunda yangilanadi selus. Bir xil ketadi. Bir xil ketadi. Hozir men shu joyi bu 4 kunda yangilayapman-da. Bu yog'ini olib bag'iga o'tkazguncha bag'i chirib qolyapti. Bag'idan olib bag'i o'tkazguncha bag'i chirib qolyapti. Mana ko'ryapsizmi? Ketib qolgani, chirganini olib tashlayapman mana. So'z isbot bilan chiqsin mana. Ko'ryapsizmi? Yangilolmayapman, mana chirib qolyapti. Shuni bag'i olib tashlayapman. Endi mol soniga qarab qilish kerak selus yamani. Mana shu hozir 3 metrli selus yamani hech bo'lmasa 15 ta mol bor odam qilsa, bo'laveradi. Yangilaydi. Hozir nechiga necha aka bu? 3,5 metrga necha? 3,5 metrga 7,5 metr uzunligi. 7,5 metr uzunligi, bunaqasi 3,5 metr. O'shaning uchun chorvadorlarga iltimos qiladi, mol soniga qarab qilsin. Masalan 2 metr qilsa, bir 4 ta 5 ta moli bor odam bemalol yetib ortadi. Yetib ortadi. Hop, aka, selus yama qurishda ko'pchilik tikka qurib qo'yadi. Bu devorini. Hech bo'lmasa 10 sm mana yotiq. Meni ham tikka bo'lib qolgansa, manchalik yotiq qilish kerak mana. Ko'rayaptimi operator, mana yotiqligiga. Nimaga degan savolga buni selusi bosganingizda borku, presslanadimi? Ponaga o'xshab presslanadi-da. Agar tikka bo'lsa, mana yoni bosilmaydi, havo qolib ketadi. Traktor bosganda baribir etagigacha bosilmaydi-da. O'shaning uchun bunday qilsa, selus yomani qilsin, latokka o'xshatib. O'sha pona holatda yaxshi presslanadi. Ko'plar aka o'sha yerda o'ziga ham tagiga o'sha salafanni qilib turib, to'kib turib ustini yopib qo'yapti-da. Bu ham bo'ladimi? Bo'ladi, yer o'ziga ham bossa bo'ladi. Endi birinchi asosan o'sha enligi, semizligi hamda pressligi. Yer ustiga ham ingichka uzun qilib turib bossa bo'ladi. Prosta yaxshilab bosilsa bo'ldi. Keyin tagiga stashka qilganman men. Hop, bari ko'ryapsiz. Men avrozga o'xshab qilib qo'yganman-da. O'rtasidan suv ketadimi? Suv ketadi-da, oxiriga qilib qo'yganman teshigini. Hop. Endi hozir buni meniki suv ketmaydi, suv chiqsa qarangda. Suv mana bor to'xtab qoladi baribir. O'shani hisobiga tagini stashka qilish shart emas ekan. Tagini stashka qilmasdan shibini, oddiy shibini tashab turib, ustiga haligi selus tashlamaysiz-ku, ustiga somon tashab turib bossangiz, shibingiz chiqqan suv singib ketaveradi. Singib ketaveradi, ha. O'shani stashka qilish shart emas ekan. Ortiqcha rasxod ekan. Xo'p, endi biz o'zimiz ham qo'yib boqamiz-ku, boqayapman-ku. Mana shu do'konlardan silos berayotganim uchun qop topib kelyapman-da. O'sha qopda ham qilsa bo'ladimi, saqlasa bo'ladimi? Qopda ma'lum muddatga xolos. Teshik ko'p bo'lar ekan lekin. Masalan, u salapa rasmdan bundan ham nafs bo'ladi-da. Havo kirdi, selus chirib ketadi-da. Aynib bo'ladi. Iloji boricha o'sha yama qilib. Buni shu bosayotganda nimadir qo'shiladimi? Tuzmi? Ha, to'g'ri savol berdingiz. Buni bosilayotganda, buni ko'pchilik tuzni bosayotganda qo'shib yuboradi-da. Yo'q. Selus yamani bosdingiz, tugadi, jarayon tugadi, bosish jarayon tugadi. 1 metrga 1 kilo tuz. 1 kvadratiga. Biriga bir joyga 1 kilo, 1,5. Shu holatidami yo pastlik? Yo'q, en tevasiga.
eng Bu tepasi. tevasi bor. Hop. 1 kvadratga 1 kilo, 1,5 kilo tuzi. Bunday qaraganingizda qorayoqqonga o'xshagan bo'ladi-da. Sulus tevasi oppoq bo'ladi. O'zi kirib boradimi oxirigacha? Ha, bu sabab nima unga? Havo tevada bo'ladi-da baribir. Tevadagi havo kislorodni shu havoni yengib borish uchun sepiladi, chiramasligi uchun. U haligi ta'm berish uchun, maza berish uchun sepilmaydi o'zi. Bizda o'shunaqa fikr tug'ilib qolganki, sepsam haligi moli chanqatadi deydi, ko'p suv ichadi deydi. O'shunaqa yo'q, u ichiga sepilmaydi. Tevasiga 1 ga 1 joyga 1 kvadratga 1 kilo 1,5 kilo tuz sepiladi. Tepada tevaga chiqqan sari mashalada pirslik kam bo'ladi-da. O'shani hisobiga kislorodni havoni kesib turish uchun tuz sepiladi. Chirishini oldini oladi, shunaqa sepiladi. Ko'pchilik somon aralashtiradi. Lekin somonni ham tavsiya qilinmaydi. Mana selusimiz chirimagan, mana ko'ringmi? Zo'r turibdi mana. Makkalari ham ko'p ekan aka. Mana shunaqa. Makkalari ham bor. Selus qarang, zo'r turibdi. Yaxshi. Chirimaganda. Aka, o'zi o'sha silos mollarga qay holatda foydali? To'g'ri aytdingiz, hozir Oldin o'sha 3-4 yil oldin bu narsa juda kam edi-da. Shu 3-4 yil ichida juda ham avjlanib ketdi. Avjlanib ketdi. Yaxshi, bu mol uchun dag'al ozuqa hisoblanadi, yaxshi-da. Nima desangiz, bunda hozir selusni 1 kilo selusda qancha foizini bilmaymanki, kraxmal va energiyaga boy bo'ladi-da. Qajanki, hozir meniki dona yo'q, mana qarang. Mana bitta ikkita-da mana. Deganimdek butun dona har zamonda chiqadi xolisda. Mana shuni hozir ko'rsatinglar, operator bu ham maydalangan ekan. Mana butun dona bilan urishga yaxshi emas-da. Kraxmal energiyasi bo'lmaydi mana. Bunaqa butun don turibdi. Maydalanib ketish kerak-da bu. Bu maydalanib ketish kerak. Yorma qilamiz gidravlikada. Shunaqa qilib maydalanib ketish kerak. Yagovar tegirmoni, yagovar kombaynlar tegirmoni bo'ladi-da. Tegirmonni qo'shib bo'lsa, mana shunaqa narsa qolmaydi. Ashuna yorvoradigan bo'lsa, kraxmal energiyaga boy bo'ladi-da, hazmli darajasi ham yaxshi bo'ladi. Hozir bizda naborot dona katta-katta ko'rinib turgan bo'lsa, u dona zo'ragan deydi-da. Aslida u narsa qo'pol qilayotgan 1 tiyinga qimmat siz. Somondan farqi yo'q. Bizga asosan asha mana qarangda, hozir men maydalanib ketgan, mana ular makka mana ko'ryapsizmi? Yorma bo'lib ketgan. Bizni selusimizga asosan o'sha makka beradi-da, energiya bilan kraxmali bo'lmasa, u selus buni payani mana bu paya turibdi-ku mana. Xo'p. Mana shu payani bu bagi somondan farqi yo'q. Mana bizga buni dona maydalanmasa, buni payani tanasi bor-ku, somondan farqi yo'q. Somon berganimiz yaxshi. Agar dona maydalanmasa, to'g'risi. Lekin sutma qatiqni o'rib ko'pchilik. Buni donani 90% pishirib turaverish kerak. O'shani zo'r foyda beradi. Hozir mana shu makkalarimiz sutma qatiq bo'lgan. Hozir biz O'zbekiston 90% odam sutma qatiqni o'radi, zo'r bo'ldi deydi. Lekin u tarkibida energiya, kraxmal kam bo'ladi-da. Lekin biz mollarimiz to'ymaydi-da. Hozir mana selusim 90% ideal holatda o'rilgan, 10% kamchiligi bor. Hozir mana selusi molimga bir tog'ora bersam to'yadi. Lekin ko'chadagi o'sha sutma qatiq urilgan makkadan 2 tog'ora bersam ham to'ymaydi. To'yimli darajasi past. Hazmligi ham pasayib ketadi. O'shaning uchun birinchi o'rinda yana bitta qilayotgan xatolar O'zbekiston sharoitida selusni bosishda gazi chiqib olsin deydi. 2 kun tursin, 3 kun tursin, gazi bo'ladi. Kim berishadi? Yo'q, keyin ustini ko'mamiz deyshadi. Turpoq tashlangan ustiga. Hop. 2 kun tursin, 3 kun, bir hafta ham turar ekan. Selusda gaz bo'lmaydi. Biz hayolimizda shunaqada. Selus ko'mdingizmi, bosib bo'ldingizmi, sirasi ko'mish kerak. O'shaning uchun. Hozir mana hozir siz bosasiz-ku. Bosgandan keyin o'zi necha kunda tayyor bo'ladi bu mollarga berishsa bo'ladi. Zo'r savol berdingiz. 8 hafta. Degani 2 oyda. Bizda unaqa emas, bag'dan ko'mdan odam ancha yilda oladi. Lekin shunaqa. 8 hafta nimaga turadi degan savol bari kommentariyga yozishadi. 8 haftada bunda jarayon boshlanadi o'zi ko'milgan. O'zi achiydimi? Achiydi. Achish deganda achish emas. Achish deganda masalan karamni ham dimlasak tayyor bo'ladi-ku, ma'lum miqdorda. Chimchi deydi, salat deydi. O'shanda bu ham sut bakteriya bo'ladi bunda. Sut bakteriya rivojlanadi, bu yerda jarayon ketadi. Tirik mavjudot deganday narsada buni ichida rivojlanib 8 haftada yana keyin tayyor bo'ladi. Buning ichida jarayon boshlanadi. O'shaning uchun 8 hafta. Biz O'zbekistonda hech bo'lmaganda 5 hafta tursin, zo'r selus tayyor bo'ladi. Havo kirmagan holatda turish kerak-da. 8 hafta yo 5 hafta. Xudo xolisa o'shanda selusimiz ideal holatda tayyor bo'ladi. Hozir to'laydimi bu aka? Ha, bu selusimiz bashagacha to'laydi. Hozir 1 oyga 1 metrdan yeyapsiz mollarim. 1 oyga 1 metrdan olib yediryapman. Xudo xolisa hozir 2 metr qoldi, 5 metr yedirdim. O'shangacha endi bir kuzatuvchilarga bir iltimos qoladi, buni qanaqa qilsa bo'ladi? Buni o'ttasidan bo'laymikin?
endi ko'p bizni kuzatuvchilar ichidan albatta. yaxshi insonlarga chorvani tushunadigan Zo'r insonlar ko'pda. tushunadiganlar, oldindan boshlaganlar Endi biz endi 91-yilimiz yosh bolamizki, endi bizdan katta insonlar bor, hali o'qigan insonlar borda. Albatta. Bir maslahat berilsin, servisiyamiz katta. Buni o'rtasini bo'lib ikki tomonga bosganimiz yaxshimi yoki mana yerdan bag'ini bekitib yuborganimiz yaxshimi? Bir maslahat bersin. Kommentarni o'qib turing, unga qarab ish tutamiz. Albatta aka. Xudo xolisa. Nimaiki tushunmayotgan, o'zimiz qiynalayotgan savollarimiz baribir tushunmayotgan joylarimiz bo'lsa, o'sha kommentarga yozsalar, biz ham o'sha undan yaxshi ma'lumot chiqarib nima qilamiz? Albatta qilib boramiz aka. Hop, bu devorimizni chuqurligini bitta o'lchab beray, a? 1 metr bormi? 1 metrda mana. Asli 1 metr ekan aka. Devorimizni eni 30. Ha, 30 aka mana. 30 santimetr shunaqa tartibda qurilgan ekan, oddiy selfiyami. Shunaqa aka. Murodjon aka, xudo xolasa menimcha qo'limizdan kelgancha to'liq ma'lumot berdik. Albatta. Kamchiliklar bo'lsa kommentarga yozsin. Albatta kommentariyaga yozsa, biz ham xudo xolasa inobatga olgan holatda yana bitta video chiqarib beramiz. Albatta chiqaramiz aka. Keyingi videoda bo'lsa servis bossam-chi aka. O'sha kuni olamiz. O'sha kuni ham bir chorva video qilishamiz. Kuningizni olamiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Rahmat. Kanalga obuna bo'lib, videomizga bitta like bosib qo'ysangiz, xudo bo'ladi. Rahmat.